Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 3-oktyabr Türk davlatlari hamkorlik kuni munosabati bilan Türk dunyosi Yörük Türkmen birligining uyushtirishi va Bursa Texnik universitetining sohibxonlik qilishi bilan tunji navbatlik Türk dunyosi ilm-fan mukofotlarini tarqatish marosimi o'tkazildi. Bu mukofot Türk dunyosidagi tadqiqotchi olimlar, doktor, professorlarning ham tabiiy fan, ham ijtimoiy fan sohalarida o'z kasblari bo'yicha natija qozonganlarga beriladigan bo'lib, mazkur mukofot yana kasb turlari bo'yicha bir qancha nomlar bilan atalgan. Ankara Universiteti o'qituvchisi professor doktor Erkin Ahmetga Aliya İzzatbegovich siyosat, tinchlik va diplomatiya mukofoti berildi. Marosim riyosatchisi Erkin Ahmetni sahnaga taklif qilib, so'z qilib mundaq dedi. Mazlum xalqning izzat hurmatini namoyon qilish uchun taqdim qilinadigan bu mukofot sharafli xalqning huquqi qo'g'lovchisi, Sharq Turkiston davosining ilmiy ovozi Ankara Universitetining o'qituvchisi professor doktor Erkin Ahmetga berildi. Mukofotni Bursa Texnik universitetining muavin mudiri professor Bayhan Bayhan Efendi Erkin Ahmetga taqdim qildi. Mukofot taqdim qilingandan keyin program riyosatchisi Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Professor doktor Erkin Ahmetga tashakkur etamiz. Yana bir qatam tabriklaymiz. Bu yerdan biz Sharq Turkistonning yanida ekanligimizni butun dunyoga jakarlaymiz. Türk dunyosi Türkmen birligi bosh kotibi Jamal Oqqush Efendi mundaq dedi. Professor doktor Erkin Ahmet Sharq Turkistonning ovozini butun dunyoga anglatishga tirishayotgan qimmatli bir o'qituvchi bo'lib, uningga Aliya İzzatbegovich siyosat va diplomatiya mukofotini berish baholug'chilar tarafidan muvofiq ko'rildi. Bir mazlum xalq nomidagi bu mukofotni boshqa bir mazlum xalqning vakili, Turkiyadagi ovoz bo'lgan hurmatli Erkin Ahmetga berish eng to'g'ri edi. Bu mukofotni Erkin Ahmet Efendiga berish orqali butun dunyoga Sharq Turkiston masalasining, Uyg'ur masalasining bir irqiy qirg'inchilik masalasi ekanligini va buning insoniyat qarshi jinoyat ekanligini eslatirish bizning burchimiz. Bu faqat kishilik huquq dafsanchiligi masalasi emas, balki Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan zamin ekanligi masalasidir. Sharq Turkistonning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonuniga asosan ishg'ol qilingan zamin salohiyatiga ega ekanligining talash tortish qilinmaydigan bir masala ekanligi, ishg'olchilarning Sharq Turkistondan chiqib ketish kerakligi va Sharq Turkistonning erkin, mustaqil bir davlat bo'lish uchun hal qilish usuli va chora izlash kerakligini ifodalayman. Türk dunyosi ilm-fan mukofotining 3-oktyabrda tarqatilishining alohida bir ahamiyati bo'lib, egilanishicha Türk davlatlari tashkilotining qurilishiga qadam bosilgan Nahchivan xitobnomasining 15-yili munosabati bilan 3-oktyabr kuni Türk davlatlari hamkorlik kuni deb bekitilgan edi. Bu kunda tilda, fikrda, ishda birlik shuari ostida Türk dunyosining o'xshamagan joylarida har xil yig'in, marosim va faoliyatlar ilib berilmoqda. Tayvan prezidenti Lei Chingda o'tgan haftaning oxiri Zhonghua Mingoning qurilganligining 113 yilligini tabriklash munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishda so'z qilib, Xitoyning Tayvanliklarning ona vatani bo'lishi mumkin emasligini, chunki Tayvanning siyosiy yiltizining uningdan uzun ekanligini aytgan. Bu yil 5-oyda Tayvanning prezidentlik vazifasini topshirib olgan Lei Chingda Xitoy hukumati tarafidan bo'lginchilik bilan ayblanib kelmoqda edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, prezident Lei Chingda 4-oktyabr Taybey shahrida o'tkazilgan yig'ilishda Beijingning egilik huquq talabini rad qilib, Tayvanning Zhonghua Mingo degan nomdagi bir davlat ekanligini, uning yiltizining Manchu xonadonlik og'dirib tashlangan 1911-yildagi Shanxay inqilobiga berib taqishidganligini bildirgan. Xitoy 1949-yilda qurilgan bo'lsa-mu, uningdan burun qurilgan davlat va xalqlarni, jumladan Uyg'urlarning Orxun imperiyasi, Idiqut Uyg'ur xalqi, Qaraxoniylar davlati, Tibet xalqi, Mong'ol imperiyasi qatorliqlarni azaldan Xitoyning partiyasi deb ko'rsatayotgan, bugungi kunda bo'lsa Tayvanni Xitoyning ayrilmas qismi deb ta'kidlayotgan vaqt aytishi Beijing hukumatini qattiq beyaram qilish mumkin deb qaralmoqda. Reuters agentligining qayd qilishicha, Lei Chingda Tayvanning 10-oktyabr davlat bayrami harfisida o'tkazilgan yig'ilishda qilgan so'zida Xitoy 1-oktyabr kuni davlat qurilganligining 75 yilligini tabriklaganligini, Tayvanning bo'lsa yana bir qancha kundan keyin Zhonghua Mingoning 113 yilligini tabriklaydiganligini bildirib, shunglashqa yosh jihatdan Xitoy Xalq Jumhuriyatining Zhonghua Mingo, ya'ni Tayvan xalqi uchun ona vatan bo'lishi mumkin emas. Buning aksicha, Zhonghua Mingo Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi 75 yoshdan oshgan kishilarning ona vatani bo'lishi mumkin degan. Uning ko'rsatishicha, bu tabriklash faoliyatlarining eng muhim ahamiyati Tayvanning egilik huquqliq mustaqil davlat ekanligini asli chong tutish ekan. 1911-yili Manchu imperiyasi og'dirilgandan keyin qurilgan Zhonghua Mingo nomidagi Xitoy Jumhuriyati 1949-yili Mao Zedong boshchiligidagi Xitoy kommunistlari bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lib Tayvanga chekingan.
Lekin 1949-yili Xitoy kommunistlar qurgan Xitoy Xalq Cumhuriyeti Tayvanni izchil o'zining partiyasi deb qarab kelmoqda. 5 oktyabr yakshanba kuni Pokistonning Karachi aerodromi atrofida yuz bergan odam bomba hujum bo'lish mumkinligi gumon qilinayotgan bir portlashda 2 Xitoy fuqarosi o'lgan. Az deganda 10 odam yaralangan. BBC'ning xabar qilishicha, portlashda o'lguchilar 3 odam bo'lsa-mu, 3-chi kishining hujumchi bo'lish mumkinligi faraz qilinmoqda ekan. Holbuki, Pokistonning Balochiston o'lkasidagi mustaqillik tarafdorlaridan Balochiston ozodlik armiyasi hujumni o'zlarining ilib borganligini ilgari surgan. Qashqar bilan Gwadar orasidagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining dengizga chiqish eg'iz bo'lgan Gwadar porti Balochiston o'lkasiga joylashgan. Ammo Balochiston ozodlik armiyasi yaqin yillardan beri o'zining hujum nishonlarini Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori qurilish qatnashayotgan Xitoy fuqarolariga va shirkatlarga qaratib kelgan edi. Bu qatimliq hujum Pokiston Ichki ishlar ministri Mohsin Naqvi bilan Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Mingoning o'tgan oy Islomobodda ko'rishib, terrorlikqa qarshi turish, chegara boshqarish qatorliq jihatlarda hamkorlikni kuchaytirishga kelishishining orqasida yuz bergan. Pokiston taratqullarining xabarlaridan ikki tarafning atalmish Shinjong masalasini muzokara qilganligi, shundaqla Gilgit, Balochiston va Sharq Turkistonda qurolliq saqchi qismlarining birlashim manevrlarini elib berishga bitishganligi ma'lum bo'lgan edi. BBC'ning bildirishicha, Xitoyning Pokistonda turishliq elchixonasi 5 oktyabr kechda yuz bergan portlashning Sidney o'lkasidagi qurilishlarga qatnashayotgan Xitoy injenerlarini nishon qilgan terrorlik hujum ekanligini ilgari surgan. Holbuki, Balochiston ozodlik armiyasi 6 oktyabr e'lon qilgan bayonotida hujumning Karachi aerodromidan kelayotgan yuqori darajali Xitoy injenerlari va mablag' solg'uvchilarini nishon qilganligini bildirgan. Bayonotda qayd qilinishicha, bu hujum Balochiston ozodlik armiyasining Majid brigadasidagi Shah Fahad ismli jangchi tarafidan elib berilgan ekan. Bayonotda hujumning avtomobilga qachilangan portlatqich bilan elib berilganligi ta'kidlangan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.